Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz birodarlar. Bugungi obzorimiz mana shu G'unojin haqida bo'ladi. Bugungi sanamiz 28-sentyabr, haftani yakshanba, dam olish kuni 2025-yil. Manzilimiz Samarqand tuman Qo'shmachit mahallasiga mana shu simental G'unojin sotiladi. Hozir tish buzgani yo'q. Mana yeyishini ko'ryapsizlar. Yeyishi o'ta yaxshi. Fermadan olgan ekan, bitta fermer bundan 5 ta olib boqayotgan ekan, bittasini bizga sotdi. Bittasini shoxi bor, bittasi yo'q. Ana dorisini surtmagan ekan, bunisiga chiqmagan, bunisiga ozgina shoxcha chiqqan. Inshaalloh shu haqida bo'ladi. Va hozir 2 ga kirgani yo'q, tish buzgani yo'q qolay. Bu G'unojinimiz 25-avgustga qochgan ekan, katta ho'kizdan qochgan ekan. Endi olganmi, olmaganmi biza tekshira olmadik. 2-3 oylik bo'lsa, keyin doktor tekshirar ekan. Shuning uchun yana 1-2 oy qarab turamiz. Agar qochgan bo'lsa, qochgan, qochmagan bo'lsa, yana boshqatdan urib qo'yadi inshaalloh. Bu yerga kelsak, bu hozir 140 atrofga chiqadi inshaalloh. Metrlaganimiz yo'q. Bu 140 yoshi 1,5 yashar atrofga, hozir tish buzgani yo'q. Tishini ko'ramiz inshaalloh. Mana orqalarini hamma joyini ko'rsatamiz. Mana hozir nimasini tegib ko'ramiz. Hech qanaqa nimasi yo'q. Uyalmaydi. O'rgatgan ekan. Olib birinchi nimasiga qochgan ekan. 25-avgustga qochgan ekan. Mana hozir 28 bo'lsa 3 kun bo'libdi. 1 oy 3 kun bo'lgan. Do'stlar, bu sotiladi birinchi qoringa. Zot чистый племенной simental. Tozasi, chetdan kelganli bolasi. Bu do'stimiz 5 ta olgan ekan fermadan, 10 milliondan. Bizlarga pul zarurligi uchun berdi. Biz ham sotamiz tirikchilikka. Agar kimga kerak bo'lsa, aloqa chiqamiz. Aziz do'stlar, ozgina qisqacha bo'ladi, batafsil ma'lumot beramiz. Qisqacha va lo'nda bo'ladi. Hozir azon payti bo'ldi. Shuning uchun qisqacha video qilamiz. Mana yeyishini ko'ryapsizlar. Qulog'iga hech qanaqa birka-merka urganimiz yo'q. Chetdan kelganni bolasi. Mana hech qanaqa pardoz-andoz qilganimiz yo'q. Hamma joyi sog'lom mana. Ko'rinishi, orqadan ko'rinishini, hozir oyoqlarini hamma joyini ko'rsatamiz inshaalloh. Yeyishi yaxshi. Silos, donli silos kelgan. Kelib ko'rasizlar inshaalloh. Mol yaxshi yana. Orqa nimasidan ko'ramiz. Mana orqalari. Bu 140 atrofga chiqadi inshaalloh. O'zi pastlikka turibdi. Tortib ham ko'ramiz inshaalloh. Buning narxiga to'xtalib o'taylik. Narxi 30 million so'm. Samarqand bo'ylab olib yetkazib berish bor, boshqa viloyatga kelishilgan holatda. Videomizga xato kamchilik bo'lsa, uzr so'rab qolamiz. Hammangizning uyingizga mana shunaqa simental sigir boqish nasib qilsin. Buni ham bitta bolasi shu $1000 bo'layapti. Ololmayapti. Hamma bolalar bizga telefon qilyapti. Qayerga, qaysi fermaga simentalni bolasi tug'adi, sotiladi. Biza olib kelib sigirimizni tagiga qo'yib yuboraylik. Sog'maymiz, ikkita bola katta qilib bersin deyapti. O'sha shuning uchun fermalar bermayapti, ana u zakazga bo'layapti. Pulni oldin to'la qilasiz. Tug'gandan keyin 1 haftaga olib kelsangiz bo'ladi inshaalloh. Shuning uchun mana shunaqa simental birinchi qoringa agar nima kimga kerak bo'lsa, aloqa chiqasizlar. Narxi qimmat emas, 50 million, 40 million, 35 million aytganimiz yo'q, 30 million aytyapmiz. Xayriga yana o'tib beramiz. Чистый toza simental 100 ga 100 mana shu bo'ladi. Agar videomizga xato kamchilik bo'lsa, uzr qilamiz. Aziz do'stlar, buni yoshligiga olgan, 1 hafta 10 kunligiga olgan yoki 1 oyligiga olgan fermer uncha ko'p sut bera olmagan. Ko'p sut bera olmagan, onasi yomon dahshat katta edi, deyapti. O'g'li tishni buzib, ozgina o'sadigan payti kelgan inshaalloh. Narxi 30 million so'm mana. Ko'ryapsizlarmi?